Assalomu alaykum hurmatli obunachilar va tomoshabinlar. Mana bugun 24-iyun 2025-yil. Hafta kuniga seshanba. Bera keldik samsaxonaga. Yeb ko'rganman o'zim samsalarni. Samsalari zo'r, gap yo'q. Mana Xo'jalangarga keldik. Xo'jalangar Gulasal restoran oldi. Adres mana Xo'jalangar, mana Gulasal restoranni ro'parasidagi mana samsaxona. Ana shu samsaga gap yo'q, samsalariga. Somsa, telefon nomerlari ham qo'yilgan. Pishgan samsalar, tayyor samsalar. Bular qanaqa samsa? Go'shtlik. Go'shtlik samsa. Necha puldan? 13 ming so'm. 13 ming so'mdan go'shtlik samsa. Yana qanaqalari bu? Ha, tavuqligini hozir yaqindan olib ko'raylik, qani ko'rsataylik ham. Ana bular tavuqlik ekan, 7 ming so'mdan böyle ko'rdik zakonda. Xo'sh. Bular qanaqa? Kartoshkalik. Bular necha pul? 5 ming. 5 ming so'm. Bo'lishimi? Bo'lishini kelishdim. Ha. Bularchi? Bular ham kartoshka. Bular ham kartoshka. Oldim aka. Ana kola, fanta, mors. Qo'shimcha ichishga samsa bilan. Assalomu alaykum. Yaxshimisizlar akalar? Go'shtlik samsalari qanday ekan? Samsalar zo'r, mazasiga gap yo'q. Yeb ko'rdik biza. Ikkinchisini zo'rg'a yedik. Mazasi zo'r, chotki. Samsa gap yo'q, zo'r. Ha. Zakon samsalari gap yo'q. Ha. Zo'r samsasi. Zo'r. Kelishlarni so'raymiz, kelib qoling. Mana hurmatli obunachilar va tomoshabinlar. Yoptilar mana. Ich xamiri, go'shi. Normalniy go'shi bor ekan. Osh besin. Bemalol sizlar ham kelib ta'mini ko'rishlaringiz mumkin. Marhamat samsaga. Kelinglar. Samsaga marhamat. Osh besin. Mana kolacha bilan maza qilib yopdilar. Birinchi o'rgatdik, to'la yetib bo'lmayapti. Qaynoq chiqdi samsa. Yoqimli ishtaha. Yoqimli ishtaha. Telefon nomeri aytamiz. 93lik 191 62. Mana to'y marosimlarga bemalol zakaz bersalaringiz bo'ladi. Nomerlarigacha qo'yilgan. Adres Xo'jalangar. Mana bu. Marhamat. Hurmatli obunachilar va tomoshabinlar.